Qosh arxitekturasi deganda odatda aniq chiziqlar orqali qoshlar bir xillik berish tushuniladi. Vizual simmetriyaga erishish mumkin. Chunki har bir insonning qoshi turlicha. Keling endi gaplashamiz. Qoshlar aslida nima istaydi? Bugun siz qosh arxitekturasi nima ekanligi, u qanday paydo bo'lgani, kimlar uchun mo'ljallangani va eng muhimi, qoshlar aslida nimani istashi haqida gaplashamiz. Qosh arxitekturasi deganda odatda aniq chiziqlar orqali qoshlar bir xillik berish tushuniladi. Uning asosiy maqsadi ham shu. Lekin bir muhim haqiqat bor. Arxitektura jarayonida asosan qosh terisi bo'yaladi. Qoshning o'zidagi muammo esa hal qilinmaydi. Permanent makiyajda ham xuddi shu tamoyil qo'llaniladi, faqat farqi shundaki, arxitekturada vaqtinchalik bo'yoq ishlatiladi, permanentda esa uzoq muddat saqlanadigan pigment qo'llaniladi. Ikkalasida ham aniq chiziqlar muhim ahamiyatga ega. Ikkalasida ham ko'plab materiallar va ish qurollari talab qilinadi. Lekin nima bo'lganda ham arxitektura ham permanent ham qoshdagi asosiy muammoni hal qilib bera olmaydi. Chunki har bir insonning qoshi turlicha, xoh ayol bo'lsin, xoh erkak, qoshlar tuzilishi hammada ikki xil, ya'ni har xil bo'ladi. Har bir insonning o'sish yo'nalishi, zichligi va strukturasi o'ziga xos. Shuning uchun faqat chizish orqali emas, balki to'g'ri tartiblash orqali vizual simmetriyaga erishish mumkin. Arxitektura qanday paydo bo'lgan? Keling biroz vaqt orqaga qaytamiz. Ilgari salonlarda qoshlar oddiy ip va pinset yordamida terilar edi. Bu xizmat oddiy xizmat hisoblangan va katta daromad keltirmagan. Keyinchalik bu yo'nalishni alohida kasb sifatida shakllantirish, salonlarda talabni oshirish, mijozlarni qiziqtirish va mahsulotlar sotish orqali qo'shimcha daromad olish maqsadida arxitektura tushunchasi paydo bo'ldi. Shunday qilib, turli lineykalar, pastalar, qalamlar, bo'yoqlar, shablonlar va boshqa mahsulotlar bozorga kirib keldi. Mijoz ko'zi oldida ko'plab harakatlar bajarilayotganini ko'rib, bu xizmat murakkab va qimmat xizmat deb xulosa keladi. Bu marketing tilida vizual qimmat yaratish deb atash mumkin. Arxitektura so'zining o'zi ham insonlarda qiziqish uyg'otdi. Chunki arxitektura deganda odamlar aniqlik, hisob-kitob va mukammallikni tasavvur qilishadi. Muammo esa o'sish yo'nalishida, parvarishda, siyraklashishda yoki to'kilishda bo'ladi. Nima uchun yangi texnologiyalar paydo bo'lmoqda? Bugungi kunda oddiy arxitektura ham qosh muammolari va sababini topa olmadi. Shu sababli bozor doimo yangi qiziqtirish usullarini qidirmoqda. Hozir sun'iy intellekt orqali qosh shaklini chizish texnologiyalari ham paydo bo'lmoqda. Lekin instrument o'zgargani bilan asosiy g'oya o'zgarmadi. Baribir chiziq chiziladi, baribir vizual shakl yaratiladi, ip va qaychidan foydalaniladi va uni kim qiladi yana? Master chizadi. Lekin sun'iy intellekt insonning tabiiy qosh strukturasini, uning kelajakda qanday o'sishi yoki qosh nimani istashini bilib bera olmaydi. Keling endi gaplashamiz. Qoshlar aslida nima istaydi? Mana shu yerda eng muhim savol paydo bo'ladi. Qoshlar nima istaydi? Qoshlar to'g'ri parvarishni, to'g'ri yo'nalishni, ortiqcha agressiv ta'sirsiz o'sishni istaydi. Zichlikni xohlaydi, tabiiy shaklda rivojlanishni istaydi. Mijoz esa qoshini tez-tez bo'yamaslikni istaydi, har kuni chizmaslikni istaydi, ko'p vaqt sarflamaslikni, siyrak joylar yopilishini, to'kilgan qoshlar o'sishini, tabiiy, chiroyli va itoatli qoshlarga ega bo'lishni istaydi. Ammo ko'p hollarda taklif qilinayotgan xizmatlar faqat tashqi ko'rinishni vaqtincha o'zgartiradi. Vaqt o'tishi bilan mijoz tushunadiki, u izlagan narsa bu emas. Shu sababli ko'pchilik yillar davomida o'z qosh ustasini qidiradi va qoshlari haqida doimiy tashvishda yashaydi. Mening ishlash uslubim nimasi bilan farq qiladi? Mening ishlash uslubimda va siz o'rganayotgan metodika qoshning tashqi ko'rinishi emas, balki asl muammosini o'rganadi. Men ko'p yillik amaliyot davomida mijozlarning haqiqiy talabini tahlil qildim. Shu talab asosida o'z taklifimni shakllantirdim. Bugungi kungacha turli holatdagi qoshlarni tiklab kelmoqdaman. Bu metodikadan asosiy maqsad qoshni chizish emas, balki uning tabiiyligini saqlagan holda to'g'ri parvarish qilish va tartiblash. Qoshlarga itoatlilik, vizual simmetriya, zichlik, to'g'ri o'sish yo'nalishi beriladi. Natijada mijozning haqiqiy talabi qondiriladi. Nega bu yo'nalish master uchun ham foydali? Bu usulda qoshlar asta-sekin itoatli bo'lib boradi,
o'sish yo'nalishlari tartibga keladi. Qoshlar o'z tabiiy shakliga qaytishni boshlaydi. Mijoz kamroq keladi, lekin uzoq yillar davomida siz bilan qoladi. Hatto kelmagan taqdirda ham siz haqingizda boshqalarga tavsiya beradi. Natijada siz doimiy ravishda yangi mijoz qidirib yurishga majbur bo'lmaysiz. O'z tabiiy ishlaringiz bilan mijozlarni jalb qilasiz. Chunki siz har xil turdagi qoshlar bilan ishlay olasiz. Tug'ilish bor ekan, qoshlar ham bor. Demak, bu kasbga ehtiyoj hamisha bo'ladi. Ota-onalar farzandlarining ilk qosh tartibini ishonch bilan sizga topshirishadi. Siyrak qoshlar ham, to'kilgan qoshlar ham sizga murojaat qiladi. Qosh ko'chirib o'tkazilgan insonlar ham sizga murojaat qiladi, chunki ular ham parvarish va itoatlilikka muhtojdirlar. Erkak qoshlari bilan ishlashda ham bu usul juda samarali. Ko'p erkaklarda qoshlar qaychi bilan kesiladi. Bu esa qoshning tabiiy strukturasini buzadi. Qoshlari siyrak bo'ladi, o'stirish kerak bo'ladi. Siz esa qaychiga bog'liq bo'lmasdan o'sish yo'nalishini tartiblash orqali tabiiylikni saqlab qolasiz va qoshlarga tabiiy zichlikni berasiz. Balog'at yoshidagi o'smir yigitlarda gormonal o'zgarishlar sababli qoshlar to'kilishi yoki itoatsiz bo'lib qolishi mumkin. Siz ularga to'g'ri o'sish yo'nalishi va parvarish berish orqali yordam bera olasiz. Yoshi ulug' ayollarda qoshlar siyraklashishi, siz esa ularning qoshlarini tabiiy ravishda o'stirish va itoatli qilishga yordam bera olasiz. Ibodatdagi muslima ayollar va qizlar uchun ham bu usul juda qulay, chunki bu yerda tashqi ko'rinishni keskin o'zgartirish talab qilinmaydi. Qoshlarga sun'iy shakl berish emas, balki tabiiylikni saqlash maqsad qilinadi. Siz ularga tashqi tomondan bilinmaydigan, tabiiy ko'rinishni saqlab qoladigan va qoshlarga shifo beruvchi yechim taklif qilasiz. Eng muhimi, siz mijozni doimiy bo'yoqqa, permanentga yoki korreksiyalarga bog'lab qo'ymaysiz. Siz uning muammosini hal qilasiz. Muammo hal bo'lgan joyda ishonch paydo bo'ladi. Ishonch bor joyda esa doimiy mijozlar bo'ladi va daromadingiz barakali bo'ladi. Faraz qiling, agar barcha masterlar qoshni tashqi ko'rinishni emas, balki asl muammosini hal qilishga harakat qilganida, aziyat chekkan qoshlar ancha kam bo'lar edi. Chunki haqiqiy mutaxassis xizmat sotmaydi, u muammoni hal qiladi va men ishonamanki, dunyoni tabiiy go'zallik qutqaradi. Chunki tabiiylik bu balans, tabiiylik bu sog'lomlik, tabiiylik bu xotirjamlik.